Bolangizda adenoid bezini olib tashlash kerak desa, ishonmanglar o'rtoqlar. Mana shunaqa bolamiz keldilar. Bularda og'zini ochib uxlash, xurrak otishlar, manqalarni gapirishlar kuzatilgan. Qulog'i tez-tez shamollagan. Bularga qulog'ini orqasidan qo'l qilishgan, burnini yuvishgan, tomog'ini yuvishgan, adenoid bezini olib tashlash kerak deyishgan. Lekin biz kamera tekshirdik, bu yerda adenoid bezi bor, olishga qarshi ko'rsatma ham bor. Mana kamerada ko'rishingiz mumkin. Bu o'ng tomon burun, bu chap tomon burun. Burun to'sig'ini orqa qismida yetishmovchiligi bor. Bu недоразвитие сочника deydi, tug'ma bo'lgan. Mana bu pastki burun chig'anog'i, bu ko'rishingiz mumkin adenoid bezi. Shu qismda yetishmovchiligi bor, adenoid bezi kompensator vazifani bajaryapti. Ya'ni gapirganda manqalanib gapirish kuchayib ketadi agar bu adenoid bezini olib tashlasak. Mana o'zim bularni hozir ko'rdik, burunlaridan bakpassiv oldik, quloqlarini tozalab berdik. Hozir endi bu yerda adenoidni olib tashlashga qarshi ko'rsatma, ya'ni недоразвитие сочника, ya'ni burun to'sig'ini orqa qismini yetishmovchiligi bo'lyapti. Bu narsani agar olib tashlaydigan bo'lsak, bolada ochiq manqalanish bo'ladi va bolaning gapi tushunarsiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.